Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi asfalt ahvoli. Buni bo'lganida 2 oy bo'ldi. O'sha asfaltni ishora bo'lganda, asfalt tep-tekis. Yaqinda ishlangan asfalt. Buni yomasa. Beni qaltin asfaltlar uch cheda chiqib ketgan mana. To'lqin tashab ketgan. Bu mashinalarni sakrab o'tishini ko'rsanglar, уже dum strashniy ahvolda. Bizlarning qurilishlarni tekshiradigan odamlar yo'qmikan bu yerda? Ve ayniqsa mening To'rtko'l tumanida. Bu yer hozir video jarayonida buncha bir strashniy ko'rinmasligi mumkin, lekin dum strashniy, потому что mashina sakrab ketyapti sho'ragan vaqtida. Bu To'rtko'l tumani A380 trassasi. Bu Pamitnik akademik litsey. Bir yandan geliverişte, Nökis taraftan geliverişte, Bak taraftan, Toshkent taraftan geliverişi var. Bu juda achinarli ahvol, ya'ni yo'l ta'mirlovchi tashkilotlardan so'rab qolar edik, o'z ishlaringizni a'lo darajada bajarishlaringiz, ya'ni qirib uni qaytadan ishlab berish kerak bu yo'ldan. Buni sizlardan so'rab qolar edik. Ya'ni javobgar shaxs bo'lishi kerak baribir bu ishga. Ne için desen primateden adam bo'lishi kerak. Mashina sakrab chiqib ketdi. Buna javobgar shaxs obязательно bo'lishi kerak. Buni asfaltni quyib qo'ygandan keyin tekshiradigan tashkilot bo'lishi kerak. Bu yerni biza yoritib ishlab turgan vaqtida kim ishlatib turibdi, kim nasib turibdi. Lekin javobgar shaxslarni biza asla ko'rmay turibmiz bu yerda. Mana mashina tushgan ko'rdinglar? Shunday o'tib turibdi mashinalar. Yurtdoshlar, bizlarni like bosib, bir qo'llab-quvvatlashlarni so'rab qolar edik. Nima uchun kerakli tashkilotlar shu videoni obязательно ko'rib, bunga baho berishlarini, ya'ni kelib o'rganishlarini. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalimizga obuna bo'lib, bizlarni qo'llab-quvvatlashni unutmanglar.